Bismillah, assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, Yuksalishimiz kanalining ashaddiy muxlislari. Biz yana oshxona mebellarining juda chiroyli holatda Andijon viloyati, Andijon shahriga o'rnatdik. Xudo xohlasa kimga yoqqan bo'lsa bittadan like. Xo'p, buni to'g'ri ma'lumotini Xudo xohlasa Bahodirjon yetkazib beradi, to'g'ri. Xo'p, bo'yni balandliklari va konstitutsiyalari hamda uzunligi, razmerlari va nimalarda ishlatilgan asosiy pullar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Ekran tagiga chiroyli joylashib, chiroyli holatda shirin bir kommentariy yozib qoldiring. Bizga pardishga bo'ladi, Xudo xohlasa. Sizlardan shu pardishga bittadan like, kommentariy, shirin so'z, Xudo xohlasa. Assalomu alaykum Yuksalishimiz ashaddiy muxlislari. Mana sizlarga Xudo xohlasa don sharoitida bo'lgan harakat fasonda chiroyli holatda, chiroyli joylashtirib beryapmiz. Xudo xohlasa sizlarga yana bir yangilik Yuksalishdan mo'ykalarini, gazlarini, xaladenliklarini chiroyli holatda o'rab, konstitutsiyalariga, sifatlariga alohida e'tibor berib boryapmiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab, like'ni aylanib tursanglar, sizlarga bundan-da go'zal boshqa turda bo'lgan, balki miyakli, spani garnitur, stul, ofisli, kirishli stullarni ham chiroyli holatda tayyorlab beryapmiz. Sizlardan bizga shu motivatsiya bo'lish uchun like, kommentariyaga chiroyli holatda, chiroyli so'zlarni qoldirsanglar, biz yana sizlarning ustinglarga, sizlarga yaxshi ko'rinish uchun yangicha dizaynlarni Aqshda boricha sizlarga qo'limizdan kelgan hunarda yoritib berishga harakat qilamiz, Xudo xohlasa. Xo'p, Bahodirga charchamadinglarmi? Sog'liqlar yaxshimi? Yaxshi o'rnatib oldinglarmi, Xudo xohlasa. Xo'p, Bahodir aka, endi bu oshxona mebelimizni manzilini tanishtirib o'tdim. Andijon viloyati, Andijon shahri dedim. Endi buni bo'ylari, xo'p, ili uzunligi, qanaqa konstitutsiyadan ishlatilgani hamda pullari va sifati haqida chiroyli ma'lumot berasiz, Xudo xohlasa. Osha-moshalari, buni mexanizmlari qanaqa holatda istalishimiz, bu yerda kelishi, bu mana Xudo xohlasa juda baland joyga olib chiqib o'rnatdinglar. Buni ustonovkalari qanaqa bo'ldi? Necha pullar, necha ustonovkasiga pul qo'shiladimi yo qo'shilmaydimi? Bu sizdan bo'lgan narsalar, nimalar bo'ldi sizdan? Gaz, vidichkami yoki mo'yka, simsiz-jujulka, kir mashina va xaladenli nimalar sizlardan bo'ldi? Va shularning haqida to'liq ma'lumotga ega qilsangiz, Xudo xohlasa, obunachilarimiz ko'rib turgan, misol musofirda ko'rayotgan akalarimiz, misol qanchadir variant, misol 2 yildir borki, 4 yildan beri musofirda yurganlar borda. Buni ko'rib turganlar ma'lumotga ega bo'ladi. Biz shuni to'liq misol uyimga mebel qildirmoqchiman desa, to'liq ma'lumotga ega bo'lgan holatda ko'rish mumkin. Shu darajada biz insonlarga to'liq ma'lumot yetkazib berishimiz shart, Xudo xohlasa. Bichigidan boshladik. Boshladik. Bu mebelimizni bu yerga olib kelib o'rnatish oson bo'lmadi uka. Baland etajmi, past etajmi, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, olib borib, u birinchi o'rinda o'lchab kelish, olib borib o'rnatib berish, yo'l pullari o'zimizdan bo'ladi. Gaz vitichkalari keladigan bo'lsa, kelishilgan holda bo'ladi. Bizdan bo'ladigan bonuslar mo'ykasi, mana bu yerda mana chiroyli holatda 70 lik sushulkasini ham qo'yib bergan. Bonus hisobiga kichkina sushulkalar qo'yib bermaymiz. Balandligiga keladigan bo'lsa, bu ishimiz 270, uzunligiga keladigan bo'lsa 260, 360. Bu ishimiz Xudo xohlasa 100% fasad qismi turetskiy akrildan ishladik, kashtan akrildan. İçiga keladigan bo'lsa, fasad, ichki fasad korpuslari rossiyskiy laminatdan bo'ldi. Mana ishkoskasiga keladigan bo'lsa, Akramjon, bu hozirgi kunda iskustunli toshga birga bir xizmat qiladigan, birga bir javob beradigan, birga bir xizmatini o'taveradigan, mana bu Yevropadan kelgan stansiyamizdan eng qimmat, eng oliy sortini qo'yib beryapmiz. Bonus hisobida. Petkalariga mana oshxona-oshxonalariga keladigan bo'lsa 100% balkon, turetskiy shanlilar qo'yib beryapmiz. Ichki mana bu furnituralarga keladigan bo'lsak, mana bu joylariga ham e'tibor beradigan bo'lsak, ugonlikda qatirib qo'yayotganimiz sababi klientlar xohlaganini oladi, xohlaganini qo'yib bemalol o'ziga udobstoy qilib foydalanadigan holatda ishlab boryapti. Katta narsa qo'ymoqchi bo'lsa, bitta polkani olib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Ikkita mashinani ham joylab qo'yibsiz. Yana Yuksalishdan yana bir bonuslar bo'lib ketdi.
necha minutda bo'lishidan qat'iy nazar vakuum shanlik qo'yib beryapmiz. Roligi vakuum. Rolini vakuum bo'ldi. Mashallah. High-tech fasonda B3 ruchkali fason bo'ladigan bo'lsa, ruchkali fason chiroyli holatda, sifatli holatda o'rnatib berishga harakat qilyapmiz. Mana bu yerga keladigan bo'lsa, aka aqlli kotyorni joylaganmiz. Bu pastki qismi, Tepasini ham ochamiz. Birdaniga ochib ikkovini. bu tepa qismi. Ikkovini ham birdaniga oching. Odamlar nima u tagidan foydalanadigan polka ham qo'ygansizlar dash. Ha. Odamlarga qulaylik, ya'ni mont qosqonali kattaroq. Ikkovini teng yopingchi. Vakuumligini bir ko'raylikchi. Mashallah. Ajoyib holatda yopilmaydi, xudo xolasa. Chiroyli holatda. Mana bu yerda gazimizni o'rnatib ketganmiz. Gazimiz tayinlab, bemalol duxovka, boshqa. Mana bu yerga mana polkali xonasini o'rnatib berganmiz. Ish xonasi bu. Bu yerga buni tepasiga keladigan bo'lsa, o'zi bichishgani usti bor, undan foydalanadigan joyi yo'q. Hop, juda chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa, endi buni narx-navosi haqida to'liq ma'lumot bersangiz, endi buni 1 parametri endi necha puldan tayyor bo'lyapti shu holatda. Buni o'zi 1 parametrini 3 million so'mdan tayyorlab beryapmiz. Balandligi 265, 270 bo'lgan joygacha bu yerga keladigan bo'lsa 1 metr holatda. 3 million so'mdan chiroyli holatda tayyorlab, olib yetkazib beryapmiz. Xuddi shu materialda bo'lsa necha puldan bo'ladi? Xuddi shu materialni Boshlandaqa gashto. Endi 1 metr sizga eng arzoni necha puldan tayyorlayapsiz? eng arzoni 2,5 million so'mdan tayyorlayapmiz. 2,5 Bundan arzoni bor 2 million so'mdan ham tayyorlab beramiz. Sharoitga qarab kelishilgan holda. Kelishilgan holat. Mashina litsenziyasidan bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatda, mesela balandligi xuddi shunaqa mexanizmlar ishlatilgan holatda bo'lsa, necha puldan tayyorlab berasiz buni? Bu holatda bo'ladigan bo'lsa, yuksalishdan men telefon qilyapman kanaldan oldin. Yuksalish o'z kanaldan chiqdim desa, Xo'p. 4 million 700 ming so'mdan chiroyli holatda parametrini o'rnatib beramiz. Yuksalish o'z kanaldan chiqdim desa, 4 million 700 ichida yuksalishimizdan chiqdim degan bo'lsa, kreditskiy mana eng qimmat bo'lgan mo'lkamizni qo'yib beramiz. Bonusi yana bitta vitska, sensor vitskamiz ham bor. 1 parametr deganda 1 metr u yerdan bu yergacha 1 metrga balandligi 270 holatda 4 million 700 ming. Agar yuksalish kanalidan chiqdim desa, nima desam bo'ladi? Aka gapingiz bo'ldimi? Mana kachistvenlik, akri. Aliga xizmatiga, sifatiga ham. Endi yolg'ondan mebel yasab qo'ysangiz ham bu chiroyli ko'rinib ketib qolaveradi-da. Bu endi ashi puliga yarasha bo'lgan narsa bu. Xudo xolisa. Xudo xolasa endi qo'ldan kelgancha Xudo xolisa. Oson bo'lmadi bu mebelni o'rnatishimiz. Xudo xolisa qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar do'stlar. Inshaalloh yana yangi mebellarni o'rnatgunimizcha sog' salomat yaxshi kunda ko'rishlik nasib qilsa hammamiz oilamizga salomatchilikni tilab qolaman.